Assalomu alaykum barchaga. Bugun 2025-yil 8-mart sanasi va ochiq terdagi qutnolarimiz bir qator barglardan tozalab suv qo'yyapmiz. Hop, bundan keyin yana bir marta chop qilib turib suv qo'yib, yerga yetilgandan keyin bir marta chop qilinadi. Yana bundan keyin mana bo'sh kapga qo'ydik. Konteynerda materialda 2 tonnalik. Hop, pamplatish qilamiz. Bu xudo xohlasa o'tkili ariqdan sug'organimiz chirib ketgandi. Bunday ko'rsangiz qurib ketgan, sovurib ketganga o'xshaydi, lekin unaqa emas. Bargdan tozalangandan keyin mana sekin hayot qaynab chiqyapti. Sekin g'unchalari ham bor. Uzoqdan sovurganga o'xshaydi, lekin xudo xohlasa mana shu suvdan so'ng ancha o'zgaradi degan umiddaman. Xudoga shukr, holatlar yaxshi. Bizning yerimiz bitta yomon tomoni, narigi taraf baland, bu tomoni mana past. Shuning uchun aytlaman, suv o'ta ko'payib ketyapti. Endi iloji yo'q. Endi xudo xohlasa bu yil hosilni olgandan so'ng yerga yaxshilab ishlov beramiz. Niyatimiz shu. Hop, kanalni kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa bundan buyog'iga barcha qilayotgan ishlarimiz, yangiliklarimizni qo'yib boramiz. Bunga qadar aqlimiz yetmagan, tushmagan joylarimizga ustozlarimizdan maslahatlar so'raymiz. Ovozim uchun oldindan uzr, chunki biroz gripp edim. Shunga ovozim biroz g'alati eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Barchalaringga rahmat, salomat bo'linglar.